Assalomu alaykum hamroh media kanali obunachilari. Bugun e'tiboringizga Bollywoodning yulduz oilalari haqida hikoya qilamiz. Bu mavzuda bir necha yil avval ham rolik e'lon qilganmiz. Bugungi klip esa o'sha videoning davomi sifatida taqdim etilmoqda. Ilk rolikda joy olmagan yulduzlar haqida bu video orqali ma'lumotlar beramiz. Videoni boshlashdan avval ochiqlama keltirib o'tishni lozim topdim. Videolarimizni internetdagi rasmiy veb-saytlarda joy olgan ma'lumotlar asosida tayyorlamoqdamiz. Agar berilgan ma'lumotlar haqida shubhangiz bo'lsa, bu borada eng ishonchli manbalarga ega bo'lgan Wikipedia, Indian Times, Bollywood Shoot, DNA kabi saytlarni ziyorat etib, bularning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Biz yulduzlar bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashgan holda rolik tayyorlayotganimiz yo'q. Ammo biz foydalangan manbalar professional jurnalistlar tomonidan tayyorlangan va rasmiy gazeta hamda veb-saytlarda e'lon qilingan ma'lumotlardir. Shu bois ham ba'zi kuzatuvchilarimizga javob berishni lozim topdik. Bu voqealar sodir bo'lganda u yerda emasdik va bu ma'lumotlarni biz ularning og'zidan eshitmadik. Agar yozilgan mavzular ularga otilgan tuhmat bo'lganida edi, muallif bilan bu yulduzlarning huquqiy kurashlari haqida ma'lumotlar berilar va bu manbalar har yerdan o'chirib tashlanar edi. Shashi Kapoor va Jennifer Kendall bugunga qadar butun dunyoda sevib tomosha qilinayotgan Hind filmlarining asoschisi, buyuk rejissor, aktyor, qo'shiqchi va prodyuser Raj Kapoorning ukasi Shashi Kapoor ham tomirlarda oqib turgan san'atkorlik qoni sabab aktyor bo'lib yetishdi. Bolaligidan beri filmlarda kichik qahramonlar rollarini ijro etish orqali kinosanoatga kirib kelgan Shashi ulg'ayib nafaqat mohir san'atkor, shu bilan birga kelishgan yigit bo'lib yetishdi. Shu bois ham unga turli rejissyorlardan bosh qahramon obrazi uchun takliflar kelar. Shashi Kapoor ham bu rollarni maromiga yetkazib ijro etardi. Garchi u katta akasi Raj Kapoor kabi omadli bo'lmasa-da, kichik akasi Shammi Kapoor kabi o'rtamiyona aktyor bo'ldi. Aslida u karyerasi davomida 150 dan ortiq filmda suratga tushgan bo'lsa-da, ularning yarmidan ko'pi muvaffaqiyatsiz bo'lgan edi. Ammo Shashi Kapoor aktyor sifatida omadsiz bo'lgan bo'lishiga qaramay, shaxsiy hayotida juda ham omadli va baxtiyor edi. U 18 yoshda Kalkuttadagi teatrda aktyorlik bilan shug'ullanar ekan, bu yerdagi hamkasbi ingliz aktrisa Jennifer Kendall bilan bir-birlariga ko'ngil qo'ydilar. Ular shu darajada oshiq edilarki, 2 yil uchrashib yurgach, 1958-yilda oila qurdilar. Ularning Karan va Kunal ismli o'g'illari hamda Sanjana ismli qizlari dunyoga keldi. Shashi va Jenniferning huzurli turmushlari ro'parosa 26 yil davom etdi. 1984-yilda Jennifer 2 yil kurashgan yo'g'on ichak saratoni sababli 51 yoshida olamdan o'tdi. Uning vafotidan keyin Shashi Kapoor uzoq muddat depressiya bilan yashadi. Hech qachon oila qurmadi va 2017-yilda jigar sirrozi sababli 79 yoshida dunyoni tark etdi. Shohruxxon va Gaurixon. Bollywood qiroli Shohruxxon 1992-yilda rejissyor Raj Kanvarning Devona filmidagi Raja Sahayi obrazi orqali Bollywood olamiga qadam bosdi. Uning mazkur filmdagi mohirona ijrosi o'zining kartinadagi hamkorlari aktyor Rishi Kapoor va yosh aktrisa Divya Bhartining professionalligining soyasida qolib ketmadi. U ilk roli orqali yulduz bo'lib tanildi. 100 minglab muxlislar orttirdi. Hatto mazkur obraz uchun eng yaxshi debyutant aktyor nominatsiyasida Filmfare mukofotiga loyiq topildi. Endi Shohruxxonning nafaqat muxlislari, shu bilan birga unga g'oyibona oshiq bo'lgan minglab qizlar ham bor edi. Ammo bu vaqtda aktyor oilali bo'lib, ayoliga oshiq va unga sodiq edi. Shohruxxon sevimli rafiqasi Gauri bilan ilk bor bir do'stining tug'ilgan kun bazmida uchrashdi. Bu vaqtda 18 yoshda bo'lgan Shohrux 14 yoshli qizni ko'rishi bilan unga mahliyo bo'lib qoldi. Undan ko'zini ola olmas, unga har boqishida esa hayajondan oyoq-qo'li dag'-dag' titrar edi. Ba'zida bir necha bor Gauri bilan tanishishga, u bilan gaplashishga urindi, ammo haddan ortiq hayajonlangani va uyalgani bois buning uddasidan chiqa olmadi. Ammo bu qiz bilan bugun tanishmasa qaytib uni ko'ra olmasligi mumkinligini ham yaxshi bilardi. Shu bois ham bor jasoratini to'plagan Shohrux Gaurining yoniga keldi va birga raqsga tushishni taklif qildi. Ammo qiz yigiti borligi va undan boshqasi bilan raqsga tushmasligini aytib, Shohruxxonni rad etdi. Uning bu javobidan qattiq xafa bo'lgan va umidsizlikka tushgan Shohrux oradan o'tgan bir necha 10 daqiqada Gaurining sevgili
film deb ko'rsatgan yigitining uning ukasi ekanligini bilgach juda qattiq quvondi. U kun ancha urinib Gaurining tanishlaridan qizning telefon raqamini oldi va shu tariqa ularning o'zaro suhbatlari boshlanib ketdi. Bora-bora muhabbatga aylangan ularning munosabatlari ba'zan ayriliq, ba'zan tortishuv, ba'zan rashk va eng ko'p mehrga lim-molim to'lgan holda 8 yil davom etdi va nihoyat 1991-yilda 2 yosh oila qurdi. 1997-yilda ularning to'ng'ich farzandi Aryan, 2000-yilda qizlari Suhanna va 2013-yilda kenja farzandlari Abram dunyoga keldi. Keyinchalik Bollivud qirol darajasiga yetib kelgan Shohruxxon va prodyuserlik bilan shug'ullanib kelayotgan Gaurixon oilasi Bollivudning eng baxtli oilalaridan biri bo'lib kelmoqda. Kajol va Ajay Devgan Bollivudning voz kechilmas aktrisalaridan biri super yulduz Kajol ilk bor 1992-yili 17 yoshida Ahmoqlar filmida bosh rol ijro etdi. Garchi film muvaffaqiyatsiz bo'lgan bo'lsa-da, kino sanoatiga endigina kirib kelgan debyutant aktrisa Kajolning kuchli ijro mahorati kinotanqidchilar tomonidan yuksak baholandi. Shu bois ham keyingi yili, ya'ni 1993-yilda unga Firibgar filmida Priya rolini ijro etish uchun taklif keldi va u mazkur obraz orqali o'zining iste'dodi hamda kuchli aktyorlik mahoratini isbotladi. Shundan keyin uning ijodiy karyerasi jadallashib ketdi va birin-ketin rang-barang obrazlar yaratish orqali Bollivudda mustahkam joy oldi. 1994-yilda esa bosh rolini Divya Bharti ijro etishi rejalashtirilgan Gundarash filmidagi Ritu roli aktrisaning bevaqt vafotidan keyin Kajolga taklif etildi. Mazkur filmda ijod qilish jarayonida Kajol hamkasbi aktyor Ajay Devgan bilan tanishdi. Bu vaqtda Ajay bir necha yillik sevgilisi Karishma Kapur bilan yaqinda ayrilgan edi. Dastlab uyatchan va kamgap aktyor bilan quvnoq, sergap va shaddod Kajolning til topishishi biroz qiyin bo'ldi. Ammo keyinchalik Kajolning samimiy munosabatlari va quvnoq tabiati Ajayning ham qobug'idan chiqardi. Bu filmda ishlash jarayonida do'st bo'lgan hamkasblar asta-sekin bir-birlariga bog'lanib bordi. Endi ularning qalbida sof va buyuk muhabbat olovlari yonar edi. Ularning ishqiy munosabatlari 5 yil davom etdi. Ikkisining ham umuman bir-biriga zid xarakterlari bois hamma bu munosabatlarning uzoqqa bormasligi va oxir-oqibat ayriliq bilan yakun topishini aytar edilar. Ammo 1999-yilning 24-fevral kuni 2 yosh oila qurdilar. Ularning baxtli va huzurli davom etayotgan turmushlari 2003-yilda qizlari Nisa va 2010-yilda o'g'illari Yugning dunyoga kelishi bilan yanada mustahkamlandi. Ajay Devgan hozirda o'zi asos solgan Ajay Devgan Films, ya'ni IDF ni boshqarish bilan birga prodyuserlik, rejissyorlik va aktyorlik bilan shug'ullanib kelmoqda. Kajol esa aktyorlik qilish bilan birga butun dunyodagi beva ayollar va yetim bolalarga yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan jamg'armada faoliyat olib bormoqda. Akshay Kumar va Twinkle Khanna 90-yillarning eng kelishgan aktyorlardan biri bo'lgan Akshay Kumar nafaqat jozibasi, shu bilan birga aktyorlik mahorati va professional jangovar san'ati bilan ham tillarda doston bo'lgan edi. U shu darajada kelishgan yigit ediki, nafaqat oddiy qizlar, hatto o'zining ko'plab hamkasbi bo'lgan aktrisalar ham unga oshkora va g'oyibona oshiq edilar. Hatto ba'zi aktrisalar matbuotda Akshayning bir nigohidan, yurishidan, sochlaridan adoyi tamom bo'lganliklarini yashirmasdan oshkora so'zlar edilar. Albatta aktyor ham buning g'oyatda farqiga borar, o'zining kelishgan qad-qomati va jozibasiga ortig'i bilan ishonar edi. Shu bois ham u bir necha aktrisa va modellar bilan ishqiy munosabatda bo'ldi. Jumladan Shilpa Shetty, Pooja Batra, Rekha va Ravina Tandon kabi go'zallar bilan bir muddat uchrashib yurdi. Keyinchalik Ravina bilan 3 yillik munosabatlardan so'ng unashtirildilar. Ammo Akshayning Rekha bilan bo'lgan munosabatlari oshkor bo'lgach, Ravina Akshayni tark etdi. Ayriliqdan keyin Akshay bir tadbirda hamkasbi Twinkle Khanna bilan shaxsan tanishdi. Garchi ularning ikkisi ham bir-birlarini uzoqdan tanisa-da, ilk daf'a yuzma-yuz uchrashib turgan edilar. Akshay qizni ko'rishi bilan unga mahliyo bo'lib qoldi. Taqdir taqozosi bilan shundan keyin ularning ikkisiga bir filmda suratga tushish taklifi keldi. Bu kartinada ishlash jarayonida do'st bo'lgan hamkasblar keyinchalik ishqiy munosabat boshladilar. Ammo Akshayning o'tmishdagi muhabbat mojarolari barchaga ma'lum bo'lgani uchun ham Twinklening otasi aktyor Rajesh Khanna Akshayni uyiga da'vat qildi.
Unga agar qiziga chindan ham oshiq bo'lsa, u bilan uchrashib yurmay uylanishini, yo'qsa qizidan uzoq turishini aytdi. Tabiiyki sevgilisidan ayrilishni xohlamagan Akshay darhol unga uylanishga qaror qildi. Shu tariqa 2001-yilning 17-yanvar kuni oshiqlar oila qurdilar. Ularning 2002-yilda Araf ismli o'g'li va 2012-yilda Nidara ismli qizlari dunyoga keldi. Hozirda Akshay va Twinkle jufti farzandlari davrasida baxtli yashab kelmoqdalar. Aishwarya Ray va Abhishek Bachchan sanoqsiz go'zallik tanlovlarining g'olibasi va koinot go'zali unvoniga sazovor bo'lgan aktrisa va model Aishwarya Ray ilk bor Amir Xon va Mahima Chaudhary bilan birga suratga tushgan Pepsi reklamasi orqali ekranlarda ko'rinish berdi. Ammo bu bir necha soniyalik kadrlarning o'zidayoq tomoshabinlarni o'zining jozibasi va go'zalligi bilan sehrlab qo'ydi. Garchi bu vaqtda professional modellik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-da, uning ekranlardagi karyerasi ham g'oyat boy va muvaffaqiyatli boshladi. U kino olamiga kirib kelgan kundan e'tiboran Bollywoodning voz kechilmas aktrisalari qatoridan joy oldi. Aktrisa bir necha hamkasblari bilan ishqiy munosabatda bo'ldi. Ayniqsa uning aktyorlar Vivek Oberoi va Salmon Xon bilan birga bo'lgan muhabbat qissalari muxlislarini juda ham hayajonlantirdi. Ammo bu kabi omadsiz sevgi qissalarining yakunida aktyor Abhishek Bachchan bilan yaqinlashdilar. Garchi ular bir-birlari bilan hamkasb bo'lgani uchun uzoqdan yaqindan tanish bo'lsalar-da, ketma-ket birga suratga tushgan Umrao Jon, Tezlik 2 va Guru filmlarining suratga olish jarayonlarida tobora yaqinlashdilar. Uzoq muddat davom etgan hamkorlik davomida bir-birlarini yaqindan tanib, xarakterlarini o'rganib, bora-bora bog'lanib borgan juftlik oxir-oqibat bir-birlariga qattiq ko'ngil qo'ydilar. Bu vaqtda Abhishek Bachchan ham aktrisa Karishma Kapur bilan bo'lgan ayriliqdan keyin Aishwaryaning jozibasidan es-hushini yo'qotgan edi. Shu bois ham hech kutib o'tirmay sevgilisiga turmush qurishni taklif qildi va qizdan ham roziman javobini olgach, 2007-yilning 20-aprel kuni dabdabali to'ylari bo'lib o'tdi. Ularning go'zal va baxtli turmushlari 2011-yilda qizlari Aradhyaning tavalludi bilan yanada mustahkamlandi. Sevimli juftlik oila qurganiga 18 yil bo'ldi va haligacha baxtli, huzurli yashab kelmoqdalar. Abhishek va Aishwarya Bollywoodning eng namunali oilalari safidan joy olmoqdalar. Saif Ali Xon va Kareena Kapur Bollywoodning 60-70 yillardagi eng go'zal va eng iqtidorli yulduz aktrisalardan biri Sharmila Tagor va Hindiston milliy kriket jamoasining kapitani Mansur Alixonning o'g'li bo'lgan Saif Alixon yulduzli oilaning omadli farzandi hisoblanadi. U kino sanoatga endigina kirib kelayotgan vaqtda hali yulduz bo'lib tanilmay turib, u vaqtlarning eng mashhur aktrisasi super yulduz Amrita Singhga telbalarcha oshiq bo'lib qoldi. Ammo Amritaning Saifdan 12 yosh katta bo'lganligi ularning oila qurishlari uchun muammo bo'ldi. Sharmila Tagor va Mansur Alixon qanchalar bu to'yga qarshi bo'lsa-da, o'g'lini bu yo'ldan qaytara olmadi va nihoyat 1991-yilda oshiq juft oila qurdi va ularning 1995-yilda qizlari Sara va 2001-yilda o'g'illari Ibrohim dunyoga keldi. Ammo oradan o'tgan 13 yildan so'ng bu ertaklardagiday boshlagan hayot nihoyasiga yetdi va er-xotin yo'llarini ayirdilar. Ajrashuvdan keyin Saif Alixon italiyalik model Rosa Catalano bilan 2 yil ishqiy munosabatda bo'ldi va ularning sevgi qissalari ayriliq bilan yakun topdi. Keyin esa aktyor navbatdagi filmning suratga olish jarayonida o'zining partnyori bo'lgan yosh aktrisa Kareena Kapur bilan tanishib, do'st bo'ldilar. Ijodiy jarayon davomida bir-birlarini yaqindan tanigan hamkasblarning orasida muhabbat paydo bo'ldi. Bu vaqtda Kareena ham 4 yillik sevgilisi aktyor Shahid Kapur bilan ayrilgan bo'lib, Saif Alixonning xarakteri va fikrlashi uning yarali qalbiga malham bo'ldi. Ikki oshiq ropparosa 5 yil uchrashib yurdilar va nihoyat 2012-yilning 16-oktyabr kuni oila qurdilar. Ularning 2016-yilda Taymur va 2021-yilda esa Jay ismli 2 o'g'li dunyoga keldi. Bugun ham tinmay ijod qilayotgan juftlik baxtli va huzurli hayot kechirmoqdalar. Aditya Chopra va Rani Mukherjee Yashraj film studiyasining asoschisi, Bollywoodning eng mashhur rejissyorlaridan biri Yash Chopra Hind kino sanoati xazinasiga o'zining yaratgan bebaho asarlari bilan ulkan hissa qo'shgan namoyandadir. U ortidan nafaqat yaratgan asarlari, shu bilan birga uning izidan ketib, kino sanoatiga katta hissa qo'shda davom etayotgan 2 ijodkor o'g'il qoldirdi. Uning to'ng'ich farzandi Aditya Chopra bolaligidan beri otasining yonida edi va u bilan birga har doim suratga olish maydonchasida ijodkorlarning mehnatlariga guvoh bo'lgan holda
holda ulg'aydi va o'zi ham rejissor hamda prodyuser bo'lib yetishdi. Shu bilan birga ko'plab filmlarning ssenariysini yozgan ijodkor dastlab o'zining sinfdoshi va birinchi muhabbati bo'lgan, keyinchalik interyer dizaynerligi kasbini egallagan go'zal qiz Payal Khanna bilan oila qurdi. Ularning turmushi 2001-yildan 2009-yilgacha ro'ppa-rosa 8 yil davom etdi. Ammo oradan o'tgan yillardan keyin Aditya yosh aktrisa Rani Mukherjiga g'oyibona oshiq bo'lib qoldi. Uning muhabbatidan Ranining xabari yo'q edi. Ammo Aditya unga kundan-kun bog'lanib borar ekan, ayoli Payaldan ham tobora uzoqlasha boshladi. Oxir-oqibat qonuniy ajrashgan Aditya Rani Mukherjiga sevgi izhor qildi va ular uchrasha boshladilar. Shu bois ham muxlislar va hatto matbuot ham Ranini Adityaning oilasini buzgan ayol sifatida tasvirladi. Rani va Aditya Chopra 2014-yilda oila qurdilar va 2015-yilda muhabbatlarining mevasi bo'lgan qizlari dunyoga keldi. Unga esa har ikkisining ismidan ham bir parcha olgan holda Adira deya ism qo'ydilar. Aprel oyida oila qurganiga 11 yil bo'lganini nishonlagan juftlik hozirda ham namunali oila sifatida baxtli hayot kechirmoqdalar. Azizlar, yana bir videoning oxiriga yetib keldik. Agar rolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta obuna bo'lishni unutmang.